Do'stlar, O'zbekistondagi balki O'rta Osiyodagi eng tez Porsche Turbo S Cabrio'ning obzori. Real Sanjikka yangi mashinasi. Assalomu alaykum. 1 yildan beri yig'ibdi bu mashinani. Eng qizig'i Turbo S so'zi O'zbekistonga olib kirib kelish где-то 320 ming dollarga tushadi. Adashmasam. Shunaqa bo'lsa kerak. Tuningining o'ziga qancha pul ketdi? Yaqin 160 mingcha ketgan. 160 ming dollarcha, taxminan 500 ming dollarli mashina shu yerda turibdi va eng qizig'i oxirida vizov bo'ladi gonщикlarga. Kelungacha mashina bilan tanishtirib chiqaylik. Nimaga aynan Turbo S ni tanlading O'zbekistonga olib kelishga? Bu mashina tug'ilgan kunimga esingizda bo'lsa, sovg'a qilishdi, katta intervyuda ham bo'lgan. Porsche sovg'a qilishdi. Da. 911 Opaching Porsche padarak. Wow! Cabrio yaqinda Toshkent ko'chalarini changitadi. Yangisi. Yangisi yana rastamoshga ham qilib berishibdi. Sovg'aga kelgandan keyin o'yladikki, ozgina darabotka qilib, sal noodatiy qilish maqsad bo'ldi. Eng tez mashina qilmoqchi bo'ldik. Eng tez O'rta Osiyodagi eng tez mashina qilmoqchi bo'ldik. Shu sababli buni tuning qildik. Aynan Topcar obvesida ko'ryapman. Topcar obvesida nomi ham bor. Nomi Stingray. GTR Cabrio bo'ladi. Bu juda redki tuninglardan biri. Dunyoda 12 deb polni karbon bilan qoplangan. Polni karbon. Bu degani minus 100 kg. Ya'ni tezlanishga yana plus bo'lib chiqyapti. Xo'p, undan tashqari ko'rayotganimdek даже spoilerlargacha karbon bo'lgan. Hamma yeri karbon. Butun karbonoviy mashina. O'zi mashina dahshat. Ancha yengil bo'lish maqsadida shu yangi avtomobilni Topcar shunaqa polniy karbonoviy versiyada yengillashtirib va motorlarni darabotka qilib berdi. Do'stlar, yo'lda mana yurdik, boshqacha vasha ko'rinishi Batmobilga o'xshaydi. Karbonni o'ziga qancha pul ketdi? Shuncha karbon butun salonni. Karbonni shu aytganimdek jami hisob yaqin Obshi 160 ming. Shunaqa. O'zini rangi qanaqa edi? Qoramidi? Qora. Qora rangida. Bitta saloniga ham baho bera olamiz. Salonda tushunishim bo'yicha to'ja ham karbon elementlari qo'yilgan-a tablodagi. Karbon elementi o'zi zavoddan bo'lgan. Bo'lgan-a, bu zavodskoy. Lekin ruli darabotka qilingan, relyefni karbonlar bilan polni. No, eng qizig'i bu mashinani ustida ham emas. Motorida nechta ot kuchi tanishtirib chiqaylik. Bu yerda kompyuter o'rnatiladi. 4 ta kartadan iborat bo'ladi. Bu 800, 1000, 1200 va eng agressivniy rejimda 1500 ot kuchidan iborat bo'ladi. 1500 ot kuchi hozirda shu Turbo S motori shunaqa qilib bera oladi. Shunaqa. Chunki bu yerda motorlari juda darabot